Demak, tadbirkor hokimiyatdan ruxsatnomani olib, kerakli hujjatlarni qilib, keyin sizlar bilan shartnoma qilgan, to'g'rimi? Hujjat qilib, keyin bizlar bilan shartnoma qilgan. Bu deyapti, boshqa kishilarga ham sotilgan deyapti. Bitta xonani 4 kishiga sotgan deyapti. Necha yilga qamaldi? 6 yil. 8 yil 6 oy. 8 yil 6 oyga qamaldi. 3 yil 4 yil endi ko'p ko'rganmiz-da. 3 yil 4 yil o'tiradi, sizlarning ham pulinglar ham yo'q, 3-4 yilda qutulib ketadi. Maqsad shu bo'lyapti. Maqsad shu bo'lyapti-da. Demak, bu yerda bir necha 10 milliardlab pul yo'q ekanda. 22 milliard hisoblab chiqdik, 22 milliard dedi. Lekin remont qilishga sharoitimiz yo'q uchun turuvdi. Yaqinda borsam uy yo'q, uyda boshqa kishi yashayapti uyda. To'lov summasi 150 million. Biz 148 million to'lov qilganmiz. Pashti yopildi deganida bu uyni to'lovi. Lekin uydan hech qanaqa darak yo'q. Bu safar qo'pol muomalada bo'lib haydab chiqaryapti-da. Demak, hokimiyatdan foyda yo'q. Yo'q, bo'lmayapti. Pulni to'lagansizlar, Pulni to'laganmiz 100%. bu bola qamalgan, sizlar uysiz qoldinglar. Uysiz qolganimizda nima qilishimizni bilmayapmiz. Biz qonunchiligimizda ham o'sha katta o'zgartirishlar kiritish kerak-da. Ko'p odamlar aldanib qolyapti. Firibgarlar bir pasda qutulib ketyapti, lekin ko'pchilik aldanib qolyapti. Men Hasanova Marhabo Xomuradovna murojaat qilmoqchiman. Biz Navoiy shahrida 2022-yil uyga to'lov qilganmiz. 2022-yil dekabr oyida qilganmiz. Mana shu qurilishni mana o'rab qo'ygan reklama shit hamma narsasi bor edi. Hokim qarorlari, GSM, quruvchilik hamma shartnoma ruxsatini ko'rib biz to'lov qilganmiz. Endigi kunda mana shu yerda nimasini shu Abdulazizni firma egasini qamab qo'ydilar-da. Bizlar uyimiz qurilmay qolib ketdi. Faqat kotlovani qilingan. Pulimizni so'rayapmiz, pulimizni topib bera olmayapti. Nima firma egasi qamalib ketgan, hokimiyatga borsak aytayapti, buni hammasi noto'g'ri deyapti, lekin hujjatlar hammasi to'g'ri, bizga qalbaki deb aytayapti, lekin hammasi faktiski to'g'ri. Demak, tadbirkor hokimiyatdan ruxsatnomani olib, kerakli hujjatlarni qilib, keyin sizlar bilan shartnoma qilgan, to'g'rimi? Hujjat qilib, keyin bizlar bilan shartnoma qilgan. Yo'q, endi mana tadbirkorni qamab tashlagan, uyda odamlar so'rab borib nima qilyapti, hokimiyat hech nima deb javob bera olmayapti, o'zidan gapda olib qochiryapti. Qaysi hokimiyat? Biz sarsonmiz, shu Navoiy viloyat hokimligi. Navoiy viloyat hokimligi. Biz sarsonmiz, tergov bo'ldi, sud bo'ldi, tergovi ham dan ko'nglimiz to'lmadi, suddan ham ko'nglimiz to'lmadi. Hozir u tadbirkorga so'ragan berib yubordi. So'ragan berdi o'zi. Qamalishga berib yubordi. Qamalishga berib yubordi. O'ndirilsin deyapti, lekin uni o'ndirishda umuman iloji yo'q, uni nomida ham hech narsa yo'q. Bizlar shuncha odam 44 ta odammiz. Bu mana shu zdaniyaga 44 ta odam pul to'lagan. Bu Karmanada qilingan uyda 100 dan ziyod odam pul to'lagan. Ularniki qayt bir 3 etajli tikka bo'lgan. Bizakida hech narsa yo'q. U tadbirkor demak kimlargadir uy qurishga ham ulgurgan. Uy qurishga qurib topshirishga ham ulgurgan. Topshirgan. Men Ibodullayev Najim Ismatullayevich. Men 2020-yil shu Innovation Group kompaniyasidan kvartira olgan barter asosida. Bu Ziyo Building kompaniyasidan menga barter asosida kvartira bergandi. Bu kvartira 2020-yil men to'lov qilgandim. 2021-yil to'lab bo'lgandim hammani o'zim. Bu qurilish kotlovasi boshlangandi. Qurilyapti deb kutib yurdim shu paytgacha. Keyin u dom tayyor bo'ldi. Men keyin u yerda buldirish hamma asosini qilib taxlagan paytim u firma aytayapti, boshqa kishilarga ham sotilgan deyapti. Bitta xonani 4 kishiga sotgan deyapti. Keyin bu firmaga keldim. Bular kelgandan keyin bu Abdulaziz ana tergov degan shu. Keyin men arzam yozdim, shu bilan tergov bo'ldi, men kvartiramni undirib bersin dedim. Sudga ham, keyin sudda ham aytdim, kvartiramni undirib bersin men. Desam sud qarordan noroziman, sud o'sha 2020-yil to'lov qilgan pulimni undirishdi, chiqarib bergan. Lekin u kvartira turibdi hozir. Tayyor, u kadastr ham chiqyapti. O'shani undirib bermayapti bular. Tushunarli. Yana Yangi bozor yon deydi u kvartira. Men shuni undirib berishini xohlayman-da. Hokimiyatga bordik, hokimiyatda prokuror hammalasi bilan uchrashgandik. Ular bo'ldi, hamma uni dedi, hamma asosini tekshiramiz, u qilamiz, bu qilamiz dedi. Bizlarni jo'natib yubordi, keyin bu kunasiga yana murojaat qilsak, ular boshqacha gap qilyapti. Bergan va'dasida turmayapti keyin ular.
U o'sha sud bo'ldi deyapsizlar. Sudga qatnashdingizmi? Qatnashdim. U odam sudda nima deyapti? Sudda aytyapti, Abdulaziz bilan men beshta gaplashdim. Abdulaziz bilan gaplashib nima qildim? O'tiribdi, men abizanka ichida Abdulaziz dedim, sen nima deb va'da beruvding menga? Uyda qurib beraman, opa. Javob, men sizga qurib beraman shu uyda deb aytding, shuning uchun biz indamay yuruvdik. Oxirgi daqiqalarda bizlar ham majbur hammani qatoriga qo'shiraylik deb seni sudga berdik dedim. Nima bo'ladi endi dedim, opa dedi, aytalayotgan gapim bor, aytolmayotgan gapim bor dedi. Ilojim yo'q, men ana shunday ahvolga tushib qoldim deyapti. Unga ham qandaydir bir Go'yoki uni ham kimdir pastava qilganmi? Kim nima qilgan bilmaymiz. Ana shu gaplarni gapiryapti. Bizlar uni qamab tashlagancha lushcha chiqarsin edi, u bir harakat qilaydi-da, masalan, bu yerdan bo'lmasa boshqa joydan uy bilan bizlar ta'minlagan bo'laydi. Lekin uni qamab tashladi. Mayli aybi bo'lsa aybdorligini shuni qilib berib yursin edi aybini. Uni qamab tashlagandan foyda yo'q-ku. Hozir hamma ko'chada sovuqlarda kelyapmiz. Qanday sovuqlar bo'ldi? Issiqda kelamiz. Mana yomg'ir havoda kelamiz. Qanchadan pul to'lagansizlar? Nechta pul to'lagansiz? 95 million to'laganman men. Bosh to'lovini. Hamma sudda hammasi yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, mana shu pul aniq berilgan ekan, undirib berilsin deyapti-da. Qog'oz chiqarib beryapti, quruq qog'oz. Pulimiz yo'q. Necha yilga qamaldi? 6 yil. 8 yil 6 oy. 8 yil 6 oyga qamaldi. Endi opa, meni bilishim bo'yicha, hozir 8 yil, 9 yil ham deng. Ha. 3 yil, 4 yil endi ko'p ko'rganmiz-da. 3 yil, 4 yil o'tiradi, sizlarning ham pulinglar ham yo'q, 3-4 yilda qutulib ketadi. Maqsad shu. Maqsad shu bo'lyapti-da. Biz nima qayerga boshimizni bilmaymiz, boshimiz qotib qolgan. Kasal bo'ldik ana shuni orqasidan. 40 yillab ishlab topgan pulimiz, toza mehnat bilan topganmiz, o'ynab topganmiz, degan deb yuboraydik. 44 ta odam, ha, jabrlanuvchi. 44 ta odam. Bu yerda 110 ta karmanada bor. Bu yerdagi 44 ta, bu zdaniyaga 44 ta odam pul to'lagan. Demak, 150 dan ortiq odam. Ha, 150 dan ortiq odam. Nechta odam ajralib ketdi. Meni ham qizimga olganman uyda, kuyovim bor, enangisidan uy oluvdi. Tov bersin pul deb qizimni haydab bergan. Demak, bu yerda bir necha 10 milliardlab pul yo'q ekanda. 22 milliard hisoblab chiqdik, 22 milliard dedi. Demak, hozir shunaqangi bo'lib qolyaptiki, bir 5 yil ham deng, 5 yil ichida 22 milliarddan foydasini ko'rar ekanda. Bo'lmasa shunaqa bo'lyapti. Qamal chiqadi, pulni qayga bo'lsa tiqqan, joylashtirgan, chiqib komfort yashaydi. Bizlar ko'chada qoldik mana. O'tiribmiz, nima qilish bor? Hokimiyatga borsak, voy sizlar unday qilgansizlar, bunday qilgansizlar deb faqat bizlarga yomon gap gapiradi. Quvadi, gaplashtirmaydi. Mirva Nasiba Nimatovna, bizga ham uy berilgan, kalitlarini berganda uyda borib ko'rgan biza. Lekin remont qilishga sharoitimiz yo'q uchun turuvdi. Yaqinda borsam uy yo'q, uyda boshqa kishi yashayapti uyda. Lekin pulini to'laganman, 102 million to'laganman. Shu endi bizda nima qilaylik? Hattoki uy ham bergan, u Karmanada. Ha? Karmanada ham qayerda? Yo'q, mana nima Yangi bozor orqasidan. Bir necha u odam bo'lmasa bir necha proyektlar qilgan ekanda. O'sha boshqa kishi qurgan ekan uyda. Uy qurmagan biza tushunmay qoldik. Endi nima qilsak, nima qilishni ham bilmaymiz. Ismim Shukurva Nigora. Bizda ham birinchi to'lovni mana shu songa qilganmiz. To'lovni keyin eshitishimizcha bu uy qurilmas bo'ldi. Hokimiyat tomonidan taqiqqa qo'yilganini eshitdik. Pulimizni qaytib olishga keldik. Biz 88 million bu yerga to'lov qilganmiz. Keyin bunga Abdulazizga kelgan paytimiz bu yerni hokimiyat ruxsat bermadi. Yuringlar boshqa joydan sizlarga uyimdan beraman deb. Bizga Karmana tomonidan berdi uyni. Keyin biza qurilish bo'layotganda uyga borib ko'rdilar. Xo'jayinim, qaynatamlar borib bu yerni hujjatlashtirib berdi. Ha, qurilyapti deb yuruvdik. 2023-yil bo'ldi-da bu ish. Keyin noyabr oylariga borib, oktyabr oylariga boribmi to'xtadi qurilish. Telefon qilsak telefonni ko'tarmaydi. Xotini bizga telefon qilib, to'lovni o'zimizga qilinglar deb nima qildi. Ob shu uyni 150 million, biza 148 million to'lov qilgan biza. Qashti yopildi deganida bu uyni to'lovi. Lekin uydan hech qanaqa darak yo'q. Keyin eshitishimizcha uyni 2 kishiga pullagan ekan. Bizadan tashqari 22-yil boshqa birovga ham pullagan. Ana endi biz nima qilamiz? Hozir biz shu hokimiyatga bordik, mana qo'shnilar bilan advokatlardan maslahat so'radik. Ular aytayapti, qanaqadir yordam qilamiz deyaptimi? Birinchi borganimizda hokimiyat
hozirgi hokim bilan ko'rishtirmadi. Biz turib oldik o'sha yerga hokim bilan o'zlaridan bir og'iz eshitaylik deb, aniq gap eshitaylik deb. Keyin majbur bizani ko'rishtirdi. Chunki 30-40 kishi bordikda, hamma jabrlanganlar bordida u yerga. Shunga hokim boshida yordam qilaman sizlar tomonga deganda qildi. Yana vaqt so'radi. Yanvar oyida borgan bo'lsak, martgacha deb srok aytdi. Keyin martlardan, bayramlardan keyin 21-martlardan keyin yana borsak, bu safar qo'pol muomalada bo'lib haydab chiqaryapti. Demak, hokimiyatdan foyda yo'q. Yo'q, bo'lmayapti. Hech qanday foyda ko'rmadik biz hozirgacha. Sizlar ham yo'lgansizlar shu yerda. Biz ham mana shu innovatsion guruhdan 2022-yil to'lov qilganmiz uyga. Qancha to'lov qilgansiz? Ro'ziyev Abdulazizga 200 million to'lov qilganman. Ikkita bir xonali kvartira uchun. Mana qurilish to'xtab qolgan, quruvchi qamoqda o'zi. Tergovga bordik. Tergov natijasi tugadi deyapti hozir. Sudga oshirdik dedi. Endi sud kutib turibmiz hozir. Bizga shu yuqoridagi shaxslardan bir yordam qilishini so'raymiz. Uyimizni qurib bitirishiga. Hozir quruvchi o'zi qamoqda. Biz 2022-yil to'lov qilganmiz, 23-yil qurib topshirilishi kerak edi bu ish. Mana shartnoma bo'yicha 2023-yil tugatilishi kerak edi. Hozir 3-etaj qurilib to'xtab qolgan qurilish. 3 etaj qurilib quruvchi qamoqda. Demak, hozir pulni to'lagansizlar. Pulni to'laganmiz 100%. Bu bola qamalgan, sizlar uysiz qoldinglar. Uysiz qolganimizda nima qilishimizni bilmaymiz, qayerga borib, kimga murojaat qilishimiz. Hokimiyatga bordik bir necha marta. Foydasi yo'q. Ijobiy natija hozircha ko'rganimiz yo'q lekin. Demak, do'stlar, eshitib turibsizlar o'zingizlar, ko'pchilik mana gapirdi. Bu yerda nafaqat tadbirkor, bu yerda bizning qonunchiligimizda ham o'sha katta o'zgartirishlar kiritish kerak-da. Ko'p odamlar aldanib qolyapti. Firibgarlar bir pasda qutulib ketyapti, lekin ko'pchilik aldanib qolyapti. Mana shunaqa mashinalar. Iltimos qilamiz, endi kimga borib, hokimiyatga, prezidentga iltimos qilamiz, mana shu odamlarni eshitib qanaqadir choralarni ko'rishinglarni so'raymiz. Sababi Toshkent viloyatida ham xuddi shunaqa voqealar bo'ldi. Toshkent shahrida ham даже. Bosh vazir chiqib, o'sha uylarni qurib berishga va'da berib, ko'pchilikni mana shunaqa aldanganlarga uylar ham qurib berishganda. Mana bosh vazirimizdan so'raymiz, mana shu odamlarni 150 dan ortiq odamlar mana shunaqa aldangan. Va so'raymiz prezidentimiz, bosh vazirimizdan shularga ham qanaqadir yordam berishlarini. Sog' bo'linglar.